قیمتی هم 30 و 25 20 بخی 15 o'zbek tiliga ham forsi tiliga 75 ming. bexi 70 ming shu mo'taram 60 ming afg'on har do'st olmoqchi. یک نفر تمام افغانستان ما o'zbekil e'lon voqea Vallahi avval bir qancha vaqt oldin bor ediki har kim bir motosiklet olaydi ammo shu bilan shu mardim motorga ruju qilgan buni dalili nima bizdan sonra birov siz bilan gap ko'p assalomu alaykum vatandoray aziz jur saatmand و سرحال باشید البته قسمی که ما گفته بودیم امروز 28 جوزا هست روز هم روز پنجشنبه در راهنمایی عدالت بزرگترین نیلام موترها داریم یعنی راهنمایی عدالت یکی از موترفروشی های شهر میمنه هست که انشالله بعد از این در ماه چندین دفعه نیلام ها می داشته باشیم این راهنمایی عدالت هست دوستا ما میریم و گفتنی های حاجی صاحب نقیب هم میشنویم که درباره موترها چه نوع موترها داره با هم انشالله دیگه موترهای ارزان را برای شما امروز هم بلیلام میگذاریم دوستا میریم طرف دفتر راهنمایی عدالت که با هم دیگه آدرس و بالاخره و چیزایشان ما که چندین بار گفتیم و خود حاجی صاحب انشالله نمی آدرس ها را بر شما و گفته میره و چندین موترها هست که امروز ما در راهنمایی عدالت لیلام داریم دوستا السلام علیکم دکتر صاحب بخیر آرامی سلام آرامی حاجی صاحب بارملا با دوستا آمدیم به دفتر راهنمایی عدالت السلام علیکم بخیر السلام علیکم سلام برادر سلام yaxshi boshim چون ساس السلام علیکم بخیر مهربانی حاج صاحب بخیر باشم جان زورم همکار عزیزم خوش kelibdilar havosi inshaalloh rahmat shuni bir joyga vasl qilaylik خوش bizdan sonra birov siz bilan gap ko'p shundoq to'g'ri aka havosi bular korvonlar bad emas yaxshidir حالا serlash inshaalloh birozga tunayin men aytib ketdim bizlarning katta e'lonimiz bor chunki rahnamoyi adolat maymunaga eng katta bir mashina sotuvchi yo motor sotuvchi bir rahnamoyi bor do'stlar o'zi ham xohlaydiki bizlar ko'proq e'lon qilsak u mardum ko'proq olsa sohibi motor bo'lsa shu bilan bizlar bir modga yashaymiz shu bilan avval bir qancha vaqt oldin bor ediki har kim bir motosiklet olaydi ammo shu bilan shu mardim motorga ruju qilgan buni dalili nima bo'lsa dalili salomat bu yil avval men bir do'stlarga salom aytaylik meni otim hoji naqibullo o'yinchoqlar taxallus qilaman mana shu mas'ul rahnamoyi adolatga bismillahi rohmanir rohim dalili shudiki bir motosiklet ham yellayman biror motor ham yellayman qilmayman inshaalloh qancha yaxshimi yonboshiga yana bir o'z rahnamoyi adolat yaxshi motorlarni e'longa qo'yibdi inshaalloh do'stlar qila oladilar sizni adresingizdan kelib inshaalloh murojaat qilib motorlarni ko'rib olib ketaversalar mardumlar aytadiki sizlar hamisha o'zbekcha so'zlaysizlar o'zbekcha e'lon qilasizlar shu gaplarni aytib kechadilar mardumlar sonra va hamchinon bizlarningki ko'ramiz Afg'onistonga fikr qilamizki bir siz bor o'zbekcha e'lon qilasiz motorlarni chunki Afg'onistonga o'zbek turkman yashovchilar ko'p turklar bizlarga siz bir iftixorsiz shunday bir o'zbekcha ham e'longa bor bizlar ham xushlik bilan kelamiz shundayki barnoma shu yerga barnomamiz bo'lsa do'stlar salomat sog' bo'lsinlar do'stlarki ba'zi yosh meykida o'zbaki chiroqli e'lon meykuna u forsi ne inshaalloh forsi ham ba'zi motorlar imroz atman ham do'stlar
پارسی میگیم برشان امروز هیچ برنامه مشکل را نیست نیکست جور ای زنده باشید مقصد اینمی بعضی دوستا پشتی هم اعلام میکنه حالا پارسی هم زیاد است ازبکی نیست یک نفر تمام افغانستان ما ازبکی اعلام میکنه واقعا والا ما هم در ازبکی که چی بگم دیگه دوستا که در پشت اعلان میکنه یا یگان اعلانات داره ما هم در بسیار در مشکلات میپام اینا انشالله اینا هم کوشش کنه دیگه زبان سیوم است باید واقعا تاجیکی هم همچنان ازبکی هم همچنان برادر یک گپ دیگه هم هست من زیادتر از طرفای تخارستان و کندز و سمنگان از این طرف زیادتر و ما هم پیام میمونن که همین برنامه ازبکی که شما نشر میکنین ما خوش شده برنامه را میبینیم زنده باشید زنده باشید دوستا انشالله این برنامه ما و شما هم پارسی هم ازبکی انشالله ما متوقع همطور اعلام میمونیم و آقای صاحب امروز چند تا موتر هست که موتر امروز من بروز اعلانات محترم 30 دانه یعنی 30 دانه اعلام داریم در بین 30 دانه موتر سوزوکی ترک است یک 5 تا 6 تا سراچه هست اکپا هست پرس هست وودس هست دانه موتر بزده منشون دور اعلامگه قویه است خوب یخشه آقای صاحب شو مردم بزنه لیلام کلاوس کبرا موترلا کیتاد لیلامگه مردم خیسین او موترن یخشکور بالا شو وقت لگه کوبرو ارزان بای موتر دالاله اقتصاد لگه تا زیب را مسلمان لگه پول یا ilgarilar yer ondishlari yaxshi edi boshqa kishparlardan yaxshi ishlab pullar kelaydi hozir jangi jadallar ko'p bo'lib nuqsi siz bizlar mardum afg'onistonga ko'proq keladi ana hali yaxshi ro'shanliklar bor mana o'tgan ro'zlari 2 kun bo'ldi alloh وزارت داخلهdan سخنگوی وزارت داخله e'lon berildiki motorlarni chinj bo'lib palit bo'ladi desa u qancha yaxshi bo'ladi endi dista afg'oniston bo'lib palit bo'lsa u do'stlarga yaxshiroq bo'ladi bir 1500 masraf bo'lib chinj bo'lsa kompaniyaday u palit bo'lsa dista afg'oniston bo'lsa shu e'lonotni inshaalloh bizdan tashviq qilamiz bo'lsin bad bo'lmaydi yomon ish emas آقای صاحب دوستlarning ham vaqtini olmaymiz do'stlarning vaqtini olmaymiz shu barnomamizga ham shuru qilamiz shu 30 ta mo'tarni vaqtini aytsam qancha ro'zga davom beradi mana bu ro'z 27 mi 28 to saratonni uchigacha shu e'lonimizda idomasi bor ya'ni 5 kun 5 kun ha 5 kun voy 31 3 kun bundan ba'zi do'stlar sizni e'lonotingizni yo boshqa do'stlarni ko'rib bir oydan nari 2 oydan nari zangrlar shu mo'tarda siz shuncha qo'yib ekansiz nima bo'ldi men aytaman tarixni bir ko'ringlar deyman mana shunaqa mushkullar agar tarixga inshaalloh shu vaqtga bo'lsa mo'tar sotilmasa atman qo'lga oladilar oysa bir gap bu ba'd az nashr 5 kun ba'd az nashr 5 kun buruzki 28 ba'd az nashr inshaalloh barnoma edit bor zot bor unda bo'lsa endi shu saratonni 5-gacha olamiz hech gap yo'q yaxshi 5 saratongacha mehriborlik ketamiz dashtdan boshlaymiz arzonbay mo'talla bor inshaalloh ham o'zbaki tiliga ham forsi tiliga خب البته hurmatli do'stlar barnomamizni davomiga mana shu yerdan boshlaymiz degan shundoq oyisab albatta adresni aytib ketsak albatta biroz bizlarni rahnamoyi adolat albatta viloyati Faryab shahri Maymana راستای مترفی راهنمای عدالت راهنمای عدالت لب دریا بهزادjon sen ham bormi bizlar bilan biroz bu omada oyisab shu bir gap دیگه ham bor masalan ki hamisha bir nafar bir leylomga qaptalga bir hamkorim bo'lsa xeyli behtar yaxshiroq bo'ladi ko'mak katta bo'lib ketaversin ko'mak xo'sh xo'sh kelding mana shu o'tsa ekan
bu to'rsaland ekan. to'rsalan. To'rsaland gozi qilingan, hamma gap saydi. Sal gerbak saydi. Birgina kotdi. Ko'rala qolincha televizyon tayyormaydi ham bordi. Bu o'zi ham arzonda. Opsiyonlari Hammasi saydi, hammasi to'rsalandi. Bu motorni qimmati inog'am 1 laypa. 90 ming rupiya. 90 ming. Behzod. 85 ming. Keldik mana bu kurulon ustiga. Corolla Dista Afg'oniston. Dasta Afg'oniston. Behzod. Bezojin kirgan. Mana bu kuruloni ham ko'rasiz. Dasta Afg'onistonda qilgan emas, chappi emas. Sal pisibish mashina ham aptida model 2004 shartli boymi tirak. Sharti bo'yicha. Qiymati Qimmati bilay. Behzod. 95 ming. 95 bo'lsa 90 ming, 80 ming, 75 ming. behi 70 ming, shu motor ham 60 ming afg'on har do'st olmoqchi bo'lsa.